RoboSell loyihasi qanday boshlangan? Tasavvur qiling, oddiy Telegram bot yoki veb-sayt uchun minglab dollar to'lash va oylab kutish bu tadbirkor uchun biznes emas, katta to'siq edi. Asoschimiz o'zining marketing agentligida mijozlarning IT kompaniyalariga katta mablag' sarflayotganini ko'rdi. Nega oddiy tizim bunchalik qimmat va murakkab bo'lishi kerak degan savol barchasini o'zgartirib yubordi. Biz tadbirkorlarga yordam berishga qaror qildik. Ortiqcha xarajatlarsiz va oylab kutishlarsiz har bir biznes egasi o'z onlayn do'konini professional darajada tizimlashtira oladigan konstruktor yaratdik. Biznesingiz endi texnologiya uchun emas, texnologiya endi sizning biznesingiz uchun ishlashi kerak. Va hattoki shaxsiy logistika xizmatimiz orqali yetkazib berishni ham o'z bo'yniga oladi. Saytdan to eshikgacha barchasi bitta tizimda. Biz RoboSell bilan minglab tadbirkorlarni biznesini tartib va o'sishga olib keldik. Endi navbat sizniki.